Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu parallelizm turlari, ma'lumotlar, vazifa, instruksiyalar va pipeline. Parallelizmning 4 asosiy turi mavjud. Ma'lumotlar parallelizmi, vazifa parallelizmi, instruksiyalar parallelizmi va pipeline parallelizmi. Ma'lumotlar parallelizmi bir xil operatsiyalarni turli ma'lumotlar to'plamlarida bajaradi. Vazifa parallelizmi turli vazifalarni bir vaqtda bajaradi. Instruksiyalar parallelizmi bir nechta instruksiyalarni bir vaqtda bajaradi. Pipeline parallelizmi esa jarayonlarni ketma-ketlikda, lekin bir vaqtda bajaradi. Parallelizm bir nechta hisoblash jarayonlarini bir vaqtning o'zida bajarish imkonini beruvchi fundamental texnologik prinsip hisoblanadi. Ushbu yondashuv hisoblash tezligini sezilarli oshirish, murakkab vazifalarni qisqa vaqt ichida yechish va resurslardan optimal foydalanishni ta'minlash imkonini beradi. Katta hajmdagi ma'lumotlarning tez sur'atlarda ko'payib borishi parallel hisoblashni zamonaviy axborot tizimlari uchun zaruriy metodologiyaga aylantirdi. Shuningdek, parallelizm yuqori samaradorlik, masshtablanuvchanlik va energiya tejamkorligini ta'minlagani sababli ilmiy tadqiqotlar, sun'iy intellekt, simulyatsiya va real vaqtli tahlil tizimlarida keng qo'llaniladi. Parallelizmning asosiy turlari 4 ga bo'linadi. Ma'lumotlar parallelizmi, bir xil operatsiyani ko'p ma'lumotlarga bir vaqtda qo'llash, vazifa parallelizmi, turli vazifalarni mustaqil ravishda bajarish, instruksiyalar parallelizmi, protsessor ichida bir nechta instruksiyalarni bir vaqtda bajarish va pipeline instruksiyalarni bosqichma-bosqich parallel qayta ishlash. Ma'lumotlar parallelizmi bir xil operatsiyani ko'p ma'lumotlarga bir vaqtda qo'llash usulidir. Ma'lumotlar to'plami bo'laklarga bo'linib, har bir bo'lakka bir xil hisoblash amaliy parallel ravishda qo'llanadi. Bu hisoblashi minglab yadrolarni bir vaqtda ishlatadi. Tasvirlarni qayta ishlashda har bir piksel alohida ishlanadi. Matritsalar bilan ishlashda matematik amallar parallel bajariladi. Ma'lumotlar parallelizmi konsepsiyasida, masalan, 1000 elementli massivni 2 ga ko'paytirish uchun massiv 10 ta kichik bo'laklarga ajratiladi. Har bir bo'lak mustaqil ishlov beruvchi tomonidan bir vaqtda qayta ishlanadi. Bu yondashuv hisoblash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va samaradorlikni oshiradi. Shunday qilib, parallel hisoblash katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash imkonini beradi. Bu esa zamonaviy texnologiyalarda muhim ahamiyatga ega. Vazifa parallelizmi turli vazifalarni bir vaqtda bajarish usulidir. Har bir ishlovchi mustaqil vazifalarni bajaradi. Bu esa xatoliklar ta'sirini cheklaydi va moslashuvchanlikni oshiradi. Resurslar, masalan, markaziy protsessor bloki, xotira, disk kirish-chiqish, tarmoq operatsiyalari va tashqi qurilmalar bir vaqtda ishlaydi. Vazifa parallelizmi veb server misolida ko'rinadi. Mijoz so'rovi bir ma'lumotlar bazasidan ma'lumot oladi. So'rov 2 faylni diskdan o'qiydi. So'rov 3 hisoblash amallarini bajaradi va so'rov 4 tashqi applikatsion programming interfeysi bilan bog'lanadi. Multiple instruksion, multiple data tizimlari bu jarayonni samarali amalga oshiradi. Instruksiyalar parallelizmi ILP bir protsessor ichida bir nechta instruksiyalarni bir vaqtda bajarish imkonini beradi. Superskalyar protsessorlar har bir soat siklida bir nechta instruksiyani parallel ravishda bajaradi. Vli protsessorlar esa bitta instruksiya ichida bir nechta operatsiyani parallel bajarish imkoniyatiga ega. Instruksiyalar parallelizmi ishlashida instruksiyalarni tahlil qilish orqali bog'liqliklar aniqlanadi va mustaqil instruksiyalar topiladi. Oktoforder bajarish texnikasi natijani o'zgartirmasdan instruksiyalarni tartibsiz bajaradi. Register renaming texnikasi Brite after read va Brite after Brite xatarlarni bartaraf etadi. Spekulation esa shartli sakrashlarni oldindan taxmin qilib, instruksiyalarni bajarishni ta'minlaydi. Instruksiyalar parallelizmi muammolari ILPda uchraydi. Struktural xatarlar apparat resurslarining yetishmasligi bilan bog'liq. Ma'lumot bog'liqliklar RAW, BAR va VAMni o'z ichiga oladi.
Boshqaruv bog'liqliklar esa shartli sakrashlar va tarmoqlanishlar bilan murakkablashadi. Bu esa branch preditsion va spekulyativ bajarishni talab qiladi. Pipellini texnikasi instruksiyalarni bir nechta bosqichlarga ajratib, har bir bosqichni alohida bajaradi. Bu ishlab chiqarish liniyasiga o'xshaydi. Har bir bosqichda turli instruksiyalar parallel ishlaydi. Bu usul throughputni oshiradi. Har soat siklida bitta instruksiya tugallanadi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Pipellini har bir bosqichda alohida apparat resurslariga ega. Bosqichlar: fetch instruksiyani xotiradan olish, decode instruksiyani dekodlash, sht instruksiyani bajarish, britebak natijani yozish. Har soat siklida yangi instruksiya pipelliniga kirib, boshqa instruksiya chiqadi. Bu esa samaradorlikni oshiradi. Tor bosqichli pipellini diagrammasi vaqtni qanday taqsimlashini ko'rsatadi. Har bir soat siklida yangi instruksiya pipelliniga kiradi. Instruksiya bir fetch, decode, sht va write bosqichlarini ketma-ket bajaradi. Instruksiya ikki fetch bosqichidan boshlaydi va shunday davom etadi. Pipellini to'liq ishlaganda har soat siklida bitta instruksiya tugallanadi. Pipellini samaradorligini oshirishda throughput muhim rol o'ynaydi. To'liq ishlaganda har soat siklida bitta instruksiya tugallanadi. Bu ketma-ket bajarishga nisbatan marta tezroq. Latency o'zgarmasa-da throughput sezilarli oshadi. Bosqichlar sonini oshirish throughputni oshiradi, lekin hazardlar va murakkablikni ham ko'paytiradi. Pipellini muammolari va xatarlar orasida ma'lumot bog'liqligi, boshqaruv bog'liqligi va struktural bog'liqlik muhim rol o'ynaydi. Ma'lumot bog'liqligi read after brite, brite after read va brite after brite xatarlarni keltirib chiqaradi. Boshqaruv bog'liqligi shartli sakrashlar va funksional chaqiruvlar orqali pipellini oqimini buzadi. Struktural bog'liqlik esa apparat resurslarining yetishmasligi tufayli yuzaga keladi. Pipellini samaradorligini oshirish uchun data forwarding texnikasi qo'llaniladi. Bu ma'lumotlarni sht bosqichidan keyingi instruksiyaga uzatadi. Branch preditsion shartli sakrashlarni oldindan taxmin qiladi, 2 bit va tournament preditor usullari bilan. Pipellini stall esa zarur bo'lganda pipellinini to'xtatib, interlocking mexanizmlari orqali to'g'ri ishlashni ta'minlaydi. Flynn modeli parallelizmni 4 turga ajratadi. SIST, an'anaviy ketma-ket protsessorlar, SIMD, vektor protsessorlari va bular bilan ma'lumotlar parallelizmi, MIST, kamdan-kam uchraydigan fault-tolerant tizimlar, MIMN. Ko'p protsessorli tizimlar bilan vazifa parallelizmi. Har bir tur o'ziga xos instruksiya va ma'lumot oqimiga ega. Parallelizm zamonaviy texnologiyalarda keng qo'llaniladi. Superkompyuterlar murakkab hisoblashlar uchun minglab protsessorlarni birlashtiradi. Ko'p yadroli protsessorlar kompyuter va smartfonlarda vazifa parallelizmini ta'minlaydi. Grafik protsessorlar kriptovalyuta mining va sun'iy intellektda ma'lumotlar parallelizmini qo'llaydi. Katta ma'lumotlar va sun'iy intellektda parallel hisoblash machine learning modellarini o'qitish va tahlil qilishda muhimdir. Quantum computing parallelizmga yangi yondashuv bo'lib, superpozitsiya va entanglement fenomenlari orqali eksponensial darajada hisoblash imkoniyatlarini taqdim etadi. Neuromorfik hisoblash esa miyani taqlid qilish orqali parallel quvvatni kengaytiradi va samaradorlikni oshiradi. 2025 yilga kelib, 1000 dan ortiq yadroli protsessorlar va 3 o'lchovli chiplar paydo bo'lishi kutilmoqda. 2035 yilga borib esa to'liq kvant parallelizmi amaliyotga joriy etilishi mumkin. Ushbu texnologiyalar kelajak hisoblash paradigmasini tubdan o'zgartiradi. Parallelizm zamonaviy hisoblash texnologiyalarining asosini tashkil etadi va samaradorlikni 1000 marta oshirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt, machine learning va big data sohalarida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Kelajakda kvant hisoblash va neuromorfik texnologiyalar bilan yanada rivojlanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.
Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.